Qozog'istonning Atrov viloyati Qizilqo'g'in tumani Jangildi qishlog'ida yuz bergan fojia butun mamlakatni larzaga soldi. Avvaliga oddiy yo'qolishdek tuyulgan bu voqea oradan kunlar o'tib dahshatli jinoyatga aylangani ma'lum bo'ldi. 2025-yil 25-dekabr kuni huquqni muhofaza qiluvchi organlarga bir oila bedarak yo'qolgani haqida xabar kelib tushadi. Gap nafaqadagi er-xotin va ularning 2 nafar voyaga yetgan farzand haqida edi. Qo'shnilar va yaqinlarning aytishicha, bu oila tinch, kamtarona hayot kechirgan. Ular 3-guruh nogironligi bo'lgan pensionerlar, o'z mehnati bilan yashagan, chorvachilik bilan shug'ullangan, hech kim bilan adovati bo'lmagan insonlar edi. Qarindoshlari ularni oxirgi marta 2025-yil oktyabr oyida ko'rganini aytadi. Marhumlarning qarindoshi bergan ma'lumotlarga ko'ra, fojia kenja qiz va uning turmush o'rtog'i ota-onasinikiga kelgan kundan keyin sodir bo'lgani taxmin qilinmoqda. Qishloq aholisining aytishicha, kenja qizning eri, ya'ni kuyov opa-singil va aka-ukasini taksiga o'tkazib olib ketganini ko'rishgan. Shundan keyin ularni hech kim ko'rmagan. Bolalarga endi ota-onalarning Hozirda qo'limizda boshqa qo'shimcha ma'lumot yo'q. Himoya masalasi mazkur holat to'liq aniqlangandan so'ng ko'rib chiqiladi. Ungacha bolalarga marhumlarning buvisi va bobosi qarab turishi belgilangan. Hozircha ushbu shaxslarga ishonch bildirilmoqda. qaraymiz deb o'tir, so'kislarga senim bildirib o'tir. Aynan shu holat qarindoshlarda kuyovga nisbatan jiddiy gumon uyg'otgan. 2026-yil 6-yanvar kuni politsiya xodimlari yo'qolgan er-xotinning jasadlarini topadi. Ular uy yaqinidagi xo'jalik binosida saroy polining ostiga yashirilgan holda aniqlangan. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar rasmiy ravishda 29 yoshli erkakni, ya'ni marhumlarning kuyovini asosiy gumondor sifatida e'lon qildi. U Atrov viloyatida qidiruvga berildi. Uning ismi-sharifi Sulton Sarsembaliyev ekani ochiqlandi. Shuningdek, jinoyatga boshqa shaxslar ham aloqador bo'lishi mumkinligi tekshirilmoqda. Ayni paytda kuyov va kenja qizning qayerdaligi noma'lum. Ma'lum bo'lishicha, gumon qilinayotgan shaxsning, ya'ni kuyov va qizning 5 nafar voyaga yetmagan farzandi bor. Hozircha ular kuyovning ota-onasi qarmog'ida. Marhumlarning yaqinlari adolat talab qilmoqda. Agar kuyov aybsiz bo'lsa, chiqib ochiq aytsin. Jim yurishi shubhani yanada kuchaytiryapti. Juda og'ir. Odam o'z qaynotasi va qaynonasini o'ldirgan bo'lishi mumkin degan fikrning o'zi yurakni tiladi, deya ta'kidlaydi qarindoshlar. Shuningdek, ular ish to'liq va xolis tergov qilinishini, aybdorlar esa jazodan qutulib qolmasligini talab qilmoqda.